Assalomu alaykum hammaga, kanalga xush kelibsiz. Videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni esingizdan chiqarmang. Bu videolar sifatliroq va ko'proq chiqishiga yordam beradi. Demak, navbatdagi bugungi masalamiz single number deb nomlanadi. Masala ishlanishligi jihatidan nisbatan osonroq hisoblanadi. Bu masalani ishlash bilan, ya'ni ishlashdan maqsadimiz ko'proq space va time complexityga urg'u berish. Bu yozgan kodimizni tezligi va xotiradan egallaydigan qiyinchiligi, ya'ni joyi hisoblanadi. Masala sharti juda ham oddiy. Bizga integer sonlar bilan to'ldirilgan integer array yoki list berilgan. Biz qiladigan vazifamiz bir xil turdagi sonni necha marta qatnashganligini topib turib, agarda ular orasida bitta uchraydigan bo'lsa, mana bu funksiyamizni qaytarishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun 2 soni 2 marta qatnashgan, 1 soni 1 marta. Demak, biz funksiyamizdan birini qaytarib yuborishimiz kerak. Mana bu yerda 1 soni 2 marta, 2 ham 2 marta, faqatgina 4 1 marta qatnashgan. Shuning uchun funksiyamizdan 4 ni qaytaramiz. Keyingisida ham faqat 1 ni o'zi qatnashgan. Shuning uchun 1 qaytarilyapti. Masalani diagrammada ko'rib chiqamiz. Masalani ishlash uchun bizga nested loopdan foydalanamiz. Ichma-ich for loop deyiladi. Buning uchun bitta counter nomli o'zgaruvchi ochib olamiz. Bu 0 ga teng bo'ladi. Buni qanday ishlatamiz? Bitta o'zgaruvchimizni birinchi songa qo'yib olamizda, tekshirib chiqamiz. Ya'ni 2 ga bitta pointerni qo'yib turib, qolgan sonlarni tekshirib chiqamiz. Agar keyingi sonlar mana shu pointerda turgan songa teng bo'ladigan bo'lsa, mana bu 0 ni, countdagi 0 ni 1 ga oshirib qo'yamiz. Bitta aylanib chiqqanimizdan keyin, ya'ni mana bu yerda turgan pointerda turgan son keyingilari teng bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'sha faqatgina bir marta uchraydigan bo'lsa, ya'ni qolganlari teng emas. Biz funksiyamizdan ana shu sonni qaytarib yuboramiz. Buni qanday qilamiz? Ya'ni birinchi 2 ga qo'yib oldikda tekshiramiz. Birinchi sonni tekshiramiz. Ya'ni 1 marta uchradi, 1 ga teng bo'ldi. Endi keyingisiga o'tamiz. 2 marta uchradi, demak bu shartimizga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni 1 martadan ko'p uchradi. Shuning uchun buni olmaymiz va keyingisiga o'tishimiz mumkin. Bunisi ham 2 bo'lyapti. Buni tekshirish uchun ham yana boshqalardan boshdan tekshirishni boshlaymiz. Ya'ni birinchisi teng emas. Ya'ni teng bo'ldi. Count 1 ga oshdi. Mana bu yerdagi count. Ikkinchisi ham teng bo'ldi. Countimiz yana 1 ga oshdi va bu bizga 2 ni beradi. 2 teng emas 1 ga. Shuning uchun bu shartimizga mos kelmaydi va keyingisiga o'tishimiz mumkin. Keyingisi 1 hisoblanadi. Buni tekshirishimiz uchun yana boshiga qaytamiz. Birinchi element teng emas, ikkinchisi ham teng emas. Ya'ni uchinchisiga boryapti. Undan keyin boshqa element yo'q. Demak, bu shartimizga mos keladi, chunki faqatgina 1 marta qatnashgan. Shuning uchun buni qaytarib yuborishimiz mumkin. Keyingi misolni ham tezda ko'rib chiqamiz. Demak, birinchisini qo'ydik va tekshirishni boshladik. Birinchi element demak teng bo'lyapti. Shuning uchun 1 ga oldik. Keyingisi teng emas, keyingisi teng emas va oxirigacha teng emas bo'ldi va mana shu elementni olishimiz va funksiyadan qaytarib yuborishimiz kerak bo'ladi.
Endi bu masalani time va space complexity'sini bitta tahlil qilib chiqamiz. Demak, array'imizni uzunligi n ga teng bo'layapti, ya'ni n ta element bor. Mana shu 3 ta o'lchamli elementlarning uzunligi 3 deb olinadi va u o'sha mavhum holatda n ga teng bo'ladi. Biz bitta elementni tekshirishimiz uchun arrayni boshdan oxirigacha aylanib chiqishimizga to'g'ri kelyapti. Bu degani n bo'ladi. Keyingi elementga o'tganda ham biz yana boshiga qaytamiz va yana o'sha oxirigacha aylanib chiqishimizga to'g'ri keladi. Bu yana bizga bitta n ni beradi. Uchinchi holat uchun ham xuddi shunaqa. Uchinchisiga kelganda ham biz o'sha n marta aylanamiz. Bu degani 3 ta n qo'shilganda bizga n square ni beradi, ya'ni n ning kvadratini beradi. 3 marta ya'ni aylanib chiqdik va buni o'sha 3 kere 3 deganda o'sha n square ga to'g'ri keladi. Masalamizning ishlash tezligini xuddi shu tarzda hisoblab olamiz. Endi xotiradagi demak time complexity teng bo'ldi big O da n square ga teng bo'ldi. Endi space complexity da deyarli hech narsa ishlatmadik. Xotira uchun faqatgina bir dona countdan foydalandik. Bu count o'sha masalaning o'sha birinchi nested loopida e'lon qilib olinadi va har bitta, misol uchun mana bu elementga teng bo'ladigan bo'lsa birontasi, u o'zini qiymatini o'sha 0 dan 1 ga oshiradi. U misol uchun mana xotirada bizda bitta count bo'ladigan bo'lsa, uning yoniga bir dona yana count qo'shilib qolmaydi. U 2 ga teng bo'lib qolmaydi. Bu o'sha count eskisi yo'q bo'lib ketadi-da. Yana yangi qiymatli, bir qiymatli count hosil bo'ladi. Bu degani faqatgina bir joy egallaydi. U oxirigacha shunaqa davom etadi. Ya'ni keyingisi o'tganda misol 2 qiymat bo'ladigan bo'lsa ham bu count yo'qolib ketib, yangi count hosil bo'ladi. Bu degani o'sha big O da space complexity 1 ga teng bo'ldi degani. Ikkita for loop orqali, ya'ni nested loop orqali ishlaymiz. Bunda numsni uzunligigacha tekshiramiz va bitta countni e'lon qilib olamiz. Ya'ni o'sha bitta elementni necha marta qatnashganligini boshdan oxirigacha count orqali hisoblab chiqishimiz uchun J dan foydalanamiz. Ya'ni bu J o'sha har bir kirganda o'sha boshdan hisoblab chiqishi uchun numsni o'sha uzunligi bo'ylab aylanadi, ya'ni boshdan oxirigacha aylanishiga ya'ni aylanadi. Tekshiramiz numsni o'sha J-inchisi numsni inchisiga teng bo'lsa, countni 1 ga oshirib qo'yamiz. Va loopni tark etgandan so'ng tekshiramiz. Agarda count 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa, funksiyamizdan ana shuni, ya'ni o'sha numsni inchisini qaytarib yuboramiz. Kodimiz ishladi. Yana bir marta nima qilganligimizni ko'rib chiqamiz. Demak, mana bu birinchi loopimiz bitta elementni tekshirishimiz uchun bitta pointerimizni bu yerga qo'yib turib, mana bu nested loop orqali qolganlarini tekshirib chiqamiz. Mana bu J'imiz, misol uchun i'imiz mana bu yerda turibdi. J'imiz yana qaytadan boshdan J orqali mana bu yerga qo'yadi-da, barchasini inch element bilan tekshirib chiqadi. Shuning uchun agarda misol uchun teng bo'ladigan bo'lsa, count bittaga oshadi va loopdan chiqqandan keyin tekshiradi. Faqatgina bir marta uchragan bo'lsa, funksiyamizdan mana shu inch elementni qaytarib yuboramiz.
Endi Pythonda xuddi shuni masalani ishlashni soddaroq yozilgan ishlaydigan bir metod bor. Bu count metodi. Bu qanday ishlaydi? Numsni o'sha elementlarini aylanib chiqamiz va numsdan o'sha listni count degan nimasi bor, metodi bor. Bunga elementni berib yuborganimizda necha marta uchraganini bizga olib kelib beradi. Agarda mana shu son 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa, funksiyamizdan ana shu sonni qaytarib yuborishimiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin. Mana xuddi o'sha birinchi uslubimizdaqa bu ham ishladi. Faqatgina soddagina qilib count metodini foydalanib shu narsaga erishdik. Ikkalasi ham bir xil turdagi yechim hisoblanadi. Demak, navbatdagi uslubimizda biz map orqali ishlashimiz mumkin. Bunda biz bir dona map ochib olamiz va mana shu uchragan elementlarni har bittasini necha martadan uchraganini bir marta aylanib chiqish yordamida, ya'ni bir dona loop ishlatish yordamida hisoblab chiqishimiz mumkin. Misol uchun birinchisini pointerimizni bu yerga qo'ydikda va yozib olamiz. 2 ya'ni bir marta uchradi. Keyingisiga o'tdik. Keyingisi ham 2. Mana shu ikkimizga yana 1 qo'shildi. Bu 2 bo'lib qoldi va uchinchi elementimiz 1 ga teng bo'ldi. Bu ya'ni bu ham 1 marta uchradi. 2 marta uchraganini olmaymiz. 1 marta uchragani bizga ma'qul keladi. Keyingi misolimizda ham 1 marta uchradi. 1 ya'ni bu ham 1 marta. 2 1 marta uchradi. Yana 1 ga kelganimizda qaytadan 1 ni yozib o'tirmaymiz, chunki oldin yozganimiz hisobiga uni oldiga shunchaki 1 ni qo'shib qo'yamiz. 2 ham undan oldin mana bu yerda yozganimiz hisobiga shunday 1 ni qo'shib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Bu ancha optimizatsiya qilingan variant hisoblanadi oldingi masalaga solishtirganda, chunki biz ichma-ich loopdan foydalanmadik va time'da anchagina tezlikka erishgan hisoblanamiz. Big O da time n ga teng bo'lyapti, space ham Big O da n ga teng bo'lyapti. Chunki bizda uzunligi n o'lchamli list berilgan. Biz sonlarni countini olish uchun 1 marta aylanib chiqyapmiz va mana shu tartibda olyapmiz. Ikkinchi marta yurganimizda ham 1 marta tekshiramiz. Xuddi mana shu arrayimizni tekshirib chiqqanimizda eng yomon holatda bu n ga teng bo'ladi. Bu degani umumiy holatda n ga teng bo'ladi. Ya'ni space ni n ga teng bo'lganligi biz har bitta elementni aylanganimiz davomida, misol uchun mana bu yerda xotira deb oladigan bo'lsak, xotiramizga, ya'ni mapga shu bir qo'shilyapti va keyingisini qo'shganimizda ham bu o'sha o'ziga olib olishi mumkin yoki uni atrofiga yana bitta xotiradan yana bitta joy egallab olishi mumkin. Misol uchun bizda 1 2 3 o'lchamli array beriladigan bo'lsa, bu o'sha eng yomon holatda n o'lchamga to'g'ri keladi. Agarda mana bu 3 ni o'rniga ham 2 bo'ladigan bo'lsa, buning o'lchami 2 o'lchamli bo'ladi, ya'ni n dan bitta kam bo'ladi. Lekin baribir eng yomon holat uchun o'sha n o'lchamda biz olamiz. Bu Big O da n ga teng bo'lib shu tarzda hisoblanadi. Endi bo'lsa kod formatini ko'rib chiqamiz. Bizga bitta map kerak bo'ladi. Bu o'sha sonlarni count qilib olishimiz uchun for loopdan foydalanamiz. Numsni uzunligini bo'ylab aylanamiz va tekshiramiz. Numsni ya'ni tekshiramiz, numsni insini count qilib olamiz. Buning uchun mapni o'sha get funksiyasidan foydalanamiz. Bu qanday ishlashligini hozir tushuntirib beraman.
Bu qanday ishlaydi? Numsni intsini o'sha key sifatida olyapti va tekshiryapti. Agarda mana shu get orqali u keladigan bo'lsa, mana get qiladi. Numsni intsni get qilganda u bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'sha keyni value sifatida shu bittaga oshirishi mumkin. Agarda undan oldin mavjud bo'lmagan bo'lsa, 0 bizga qaytaradi va unga o'sha 1 ni qo'shib qo'yishi mumkin. Get funksiyasi mana shu tarzda ishlaydi. Endi ana shu mapimizda key va value sifatida aylanib chiqamiz. Buning uchun mapni items nomli funksiyasini ishlatamiz. Bizga key va valuelarni qaytarib beradi. Va tekshiramiz. Agarda valuesi 1 ga teng bo'lsa, ya'ni o'sha bitta keyni valuesi, ya'ni bitta elementni necha marta uchraganligi 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa, ana shuni keyni qaytarib yuborishimiz kerak bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, bu 11 millisekundda oldingi masalamizdan ko'ra anchagina tez ishladi. Umumiy xulosa, hashmap usuli va count nested loop usuli ikkalasi ham muammoni hal qiladi, lekin ularning samaradorligi bir-biridan farq qiladi. Misol uchun hashmapda biz bir sonni 2 marta ko'rib chiqamiz va uning chastotasini aniqlaymiz. Shuning uchun vaqt murakkabligi on ga to'g'ri keladi. Xotira ham on ga to'g'ri keladi. Bu tez va ancha samarali usul. Count usulida esa o'sha birinchi holatdagi uslubimizda yoki nested loop usulida bir element uchun arrayni qayta tekshiriladi. Shuning uchun tezlik n square ga to'g'ri keladi. Bu juda katta muammolarni o'ta sekinlashtirib tashlaydi. Xulosa qilib aytganda, hashmap ancha yaxshiroq va optimal variant. Count nested esa faqat kichik inputlar uchun mos va real loyihalarda ishlatilmasligi mumkin. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.